Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev. Mana sizga qilgan tanqidimdan keyin mana men bugun xursandman. Suv keldi. Lekin menga shu suvning o'zi yetarli. O yuqoridan ochgan nihoyatda katta menga dushmanlik qilib, sizga dushmanlik qilib juda katta suv ochib men latogimni qulataman deganlar xato qiladi. Mana bu menga kelayotgan katta shu joydan o'tadi suv menga. Bundan ortiq suv mening latogimni ko'tarmaydi. Latogim ko'tarmaydi suvlarni. Mana bu suvlar mana men kelayotgan suvlar. Latoklarda ahvol nihoyatda og'ir. Uni kelsangiz shaxsan o'zi ko'rsataman. Bitta menda emas. Mendan tashqari hammada shu ahvol. Suv tizimining o'z vaqtida qurilgan tizim latoklarda muddatini o'tab bo'lganligi sababli buni hammasi avariyada darajasidan ham o'tib ketgan. Zo'rg'a turibdi, zo'rg'a. Bu suvchilaringiz sizning, siz bilan menga dushmanlik qilaman deb latokni ag'darsa qutulamiz degan fikrdalar. Lekin bu bilan qutulmaydi. Lavozimidan olasiz, ustidan jinoiy javobga tortiladi. Kelayotgan tumanga, viloyatga kirib kelgan suvlarning hammasini fermerlar bo'ylab, taqqoslab, kim qancha viloyatga Ardosa tuman qancha milliard metr suv kirib keldi, fermerlar qanchasi oldi, qancha emas fermerlar holati bo'yicha hisob kitob qildiraman men. Va bu yerda kamida bir necha 10 milliard so'mlik davlat suvlarini talon-toroj kelib chiqadi Shavkat Hamroyev. Bu suvchilaringizni yaxshilab tushuntirib qo'ying. Siz bilan menga dushmanlik qilar ekan, o'zlariga dushmanlik qilgan bo'ladi, o'zlariga. Men o'zimning normamdagi suvimni olmas ekanman, yerimni sug'orib bo'lmas ekanman, men qo'ymayman. Agar siz menga do'st bo'lsangiz, yurtboshining do'sti bo'lsangiz, tadbirkorning himoyachi do'sti bo'lsangiz, vakolatingizni ishlarni bajarayotgan bo'lsangiz, men qarshi chiqing. Men tomonga keling, men bilan do'stlashing. Quyi tizimda suvchilarni hammasi lavozimidan olding, javobgarlikka torting. Va boshqa xuddi shu kabi respublikada suvchilaringizga bu o'rnak bo'ladi, o'rnak. Har yig'ilishingizda ayta olasizki, mana Jizzaxni ko'r, ahvolini ko'r deb ayta olasiz. Shuning uchun Shavkat Hamroyev, siz prezidentimizning shonchidagi suv vazirsiz. Mening oddoshimsiz, yurtboshining oddoshisiz. Shavkatlarni hamisha qo'llab-quvvatlaydilar. Hech qachon Shavkatlar bir-birini yerga tashlamaydilar. Shuning uchun keling mening oldimga, Arnostoyga keling, Farg'ona Siyuvga keling. Men shaxsan kutaman. Mana sizning latoklarning ahvolini ko'zingiz bilan ko'rasiz. Mening ahvolimni ko'rasiz. Va boshqa tang ahvolda yotgan fermerlarning ahvolini ko'rasiz. Suvchilar bilan suhbat qiladi Shavkat Hamroyev. Sizning va qo'l ostingizda dushmanlaringizning ahvolini o'zim men ochib beraman, shaxsan ko'rsataman men sizga. Men sizni kutaman Shavkat Hamroyev. Telefonim 94lik 195 1068. 194lik 195 1068. Kelgusida men bordim, sen topa olmadim, telefonimni ishlab deb yolg'on aldab yurmang meni. Keling, men sizni kutaman Shavkat Hamroyev. Men sizning do'stingizman, yurtboshimning do'stiman men. Men o'zimning me'yorimda suvni olaman, keyin men sizga maqtovga o'taman. Ungacha men sizni qo'ymayman Shavkat Hamroyev. Shavkatlar bir-birini hamisha zafarlar bilan tabriklaydilar. Men sizni kutaman Shavkat Hamroyev. Shavkat Hamroyev. Men bu yer maydonimga suvni boshlaganim bugun 15 kun bo'ldi. 15-kun. 2 hafta oldin mana xuddi shu bugungi kuni boshlaganman suvni. Mana bugun suv kelib sal kayfiyatim ko'tarildi. 15 kun davomida 1 gektar yer ham sug'ora olmadim. 1 gektar mana yashil bo'lib turgan joy mana ko'ring. Xohlasangiz kelib ko'ring mana. Sal narida yashil bo'lib turgan joy. 4 tomoni umuman suv cholmadi, qurib ketgan, sarg'ayib ketgan 4 tomonlari. Siz normativingiz bo'yicha bir kunda qancha gektar suv olsa bo'ladi? Siz normativingiz bo'yicha kamida bir kunda 4 gektar, 3 gektar, 5 gektarga suv olsa bo'ladi. Lekin men haqiqatda 15 kunda men 1 gektarga sug'ora olmadim. Agar mening 24 gektar, 25 gektar bedazorim bo'ladigan bo'lsa, men
15 kunda 1 gektarga sug'orsam, qolgan 24 gektarni necha yilda sug'orib bo'laman? Buni hisoblab bersin mana pastda Muzaffaringiz, Bakir va Husanlaringiz. Shuning uchun Shavkat Hamroyev mendan xafa bo'lmang. Lavozimidan oling, shu Muzaffaringiz lavozimidan oling. Hammasini lavozimini oling. Men sizni qo'llab-quvvatlayman. Men sizga bitta o'zimning ahvolimda gapiryapman. Agar men Arnasoy tumanidagi Farg'onasi, Tinchlik, Cho'lqivor, boshqalar hammasi yig'sam, siz kallangizga sig'dira olmay qolasiz. Umuman ahvol juda og'ir. Keling Shavkat Hamroyev. Mana sizga ko'rsatyapman. Aniqtini ko'rsatyapman. Kelib ko'ring mana. Agar men 3 gektar yer sug'orib aldayotgan bo'lsam, ayting, nomard ekansan deng. Adash nomard ekansan deng. Nega aldayapsan deng. Mana yashil bo'lib turgan joy 15 kunda suv ichgan. Keling Shavkat Hamroyev. Do'stlashamiz siz bilan biz. Hamma ishingizga yordam beraman. Muzaffarning o'rniga meni qo'ying. Men Shavkat Hamroyev 1992-yil Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining MGR fakultetini tugatganman. Shavkat Miromonov shogirdiman. Ayni men suvchiman. Meni qo'ying o'sha viloyatga. Butun tartibga olaman. Hammasini lavozimni ozod qilaman. Ishlataman hammasini. Men o'sha Muzaffarning o'rniga meni qo'ying. Munosib nomzod menman. Mana shu fikr kelib qoldi Shavkat Hamroyev. Keling, men sizni kutaman.